Olma bog'larida olma qurtidan keyingi eng zararli hasharotlardan hisoblangan. Aslida olma qurtidan keyingi deyishimiz noto'g'ri, chunki olma qurti faqat olmani o'zini zararlasa, hozir biz aytmoqchi bo'lgan hasharot, ya'ni qalqondor, o'zimizni tilimizda shitovka deymiz, bog'bonlar tilida. Bu eng yomon hasharot hisoblanadi. Bular daraxtdagi sokni shimib daraxtni quritishga olib keladi. Kuchli tushishi natijasida daraxtdagi tanadagi yorilishlar kuzatiladi. Bu qurigan oldin yosh novdalarni quritadi, keyin daraxtni o'zini quritishiga olib keladi. Bunga nima sabab desa, bog'dagi toza muhit bo'lishi kerak. Keyingi bosqichda kuchli o'smaslik kerak. Ya'ni azotli o'g'itlar bilan ko'p o'g'itlamaslik kerak. Bundan tashqari bular ham asosiy yechim hisoblanmaydi. Hozir tinim davridan o'tish davrida, ya'ni kurtaklar biroz bo'rtishga kelgan paytda moyli preparatlar bilan ishlov berish tavsiya etiladi. Bu moy plyonka hosil qilib, bularni bo'g' o'lishiga olib keladi. Shu sababdan bu darajada kuchli tushgan daraxtlarga 1 tonnaga 40 litr moyli preparatlardan, ya'ni Avipron deymizmi, Zimavit yoki boshqa preparatlardan qo'llash tavsiya etiladi. Qo'shimchasiga karate yoki Nureldan 2 litrgacha tonnaga qo'shib ishlash tavsiya etiladi. Bularni zarari faqat novdaga emas, mevalarda ham so'rib, barglarni ham so'rib ishdan chiqaradi. Mevalar sifatsiz, bemaza bo'lib qoladi, ko'rimsiz, tovarni vidi yo'q bo'ladi. Bularga keyingi davrdagisi may oylariga to'g'ri keladi. Taxminan 2-qurt dori sepishga to'g'ri keladi. Shunda o'zini maxsus preparatlari bor. Shulardan qo'llanilsa yaxshi natija beradi. Bu qalqondorga shu may oyidan boshqa paytda sepilsa, qalqon hosil qilib olganligi sababli dorilar ta'sir qilmaydi. Shunga eng to'g'ri vaqt topib sepish tavsiya etiladi. Bu paytda videolarimizni kuzatib borsangiz, xudo xolasa yana video qilamiz. Bu paytda harakat bir joydan boshqa joyga ko'chish bo'ladi. Shu sababli qalqoni ochiq bo'ladi. Dori yaxshi ta'sir qiladi. Eng yaxshi natijalar 2 davr, shu yuqorida ham aytdik. Kurtak bo'rtishga yaqin kelgan paytda va may oylariga to'g'ri keladi.